turib girdobga kirdi. To'lqin esa uni oqizib ketdi. U yomonlik yo'lini taniganida undan yurmasdi. O'zi yaxshi ko'rgan qiziga uylanganida yoki yaqinlarining ixtiyorini ma'qullaganida bu yo'lga kirib qolmasdi. Hovli, madrasa va bozordan tashqariga chiqmagan go'l yigit edi. Uning nazdida qahvaxonada o'tirish, kinozallarda film tomosha qilish, barlarda pivaxo'rlik va fohishaxonalarda fohishalar bilan ko'ngilxushlik qilish razolatga teng edi. U bo'ydoq edi. Bo'ydoq har qancha taqvoli, salohiyatli bo'lmasin, baribir dinamitga o'xshaydi. Unga olov yoki uchqun tekkanda yorilib ketmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Bozorlardagi sayohatchi ayollar, ko'chalardagi yarim yalang'och qizlar, kino va ko'rsatuvlardagi fahsh gaplar bechora bo'ydoqni yondiradi. Bu holatda dinamitning portlamasligiga kim ham kafolat bera olardi? Shu voqeadan keyin uning boshiga kulfatlar yog'ildi. Ishxonadagi